Asala tashkiloti armanlarning maxfiy ozodlik harakati 1975-yilda Livanda tuzilgan armanlarning harbiylashtirilgan harakat. Asalaning qurolli harakatlariga asosiy sabab Birinchi jahon urushida Turkiya davlatining arman genotsidini tan olishga majburlashi sabab bo'lgan. 1975-yildan 1986-yilgacha Asala tashkiloti turk davlatchiligiga qarshi 200 dan ortiq harakatlarni amalga oshirgan va bularning eng kattalari Turkiyaning Parijdagi konsulligini 15 soatlik qamali, Anqaradagi Esenboq aeroportini portlashi, Parijdagi Orli aeroportining turk filialining portlashi, Istanbuldagi yopiq bozorning portlashi va Tehrondagi 4 ta portlash. Bular eng katta harakatlari hisoblanadi. 1988-yilga kelib Asalaning asoschisi Akop Akopyan Afinadagi uyida otib o'ldirilgan va shu bilan Asala tashkiloti butkul to'xtatilgan va bu katta ehtimol bilan Abdulloh Chatli tomonidan amalga oshirilgan deyiladi.